Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı mütəxəssisləri Xitayning məcburi əmgəkə selish qilmishidan andish qilgan. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti bununğa qarta bayonot e'lon qilib, irqiy qirg'inchilik va məcburi əmgəkə selishning tub mənbəsi bo'lgan Xitayning Şərq Türkistonga bo'lgan mustamlikasi va ishg'oliyat masalasini hal qilishga chaqirdi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı İnsan Hüquqları xəbər to'rining 22 yanvar kunidagi xabarda aytilishicha, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı mütəxəssisləri atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonu va boshqa Xitoyning joylaridagi Tibet, Uyğur shundaqla boshqa Turkiya xalqlarining majburiy emgakka selinishidan andish qilganligini bildirgan. Mutaxassislar davlat tarafidan milliy asonliq millatlarni nishon qilgan majburiy emgakka selish qilmishlari Xitoyning nurg'un o'lkalarida takrorlanadi. Nurg'ulg'an ahvollarda majburlash ahvollari shunchalik og'irki, ular majburiy ko'tarilib, qo'l qilinib, insoniyatga qarshi jinoyat shakllanadi degan. Mutaxassislarning qarashicha, Xitoyda majburiy emgak davlat belgilagan emgak kuchi yetkash orqali nomrodlikdan azaytish programmasi orqali yo'lga qo'yildi ekan. Bu programma Uyg'urlar va boshqa asonliq millatlarning a'zolarini atalmish Şinjan va boshqa rayonlarda ishlashga majburlaydi ekan. Ular jazo va xohlagancha tutib so'lashdan qo'rqqanlikdan xizmatni rad qilish yoki o'zgartirish tanlashi yo'q. Sistemlik nazorat qilish va ishlatish doirasiga kirdi. Atalmish Şinjanning 5 yillik plani 13.750.000 ishchini yetkazishni planlagan. Amaliy sonlar yangi yuqori pallaga yetgan. Mutaxassislar Tibetliklarning o'xshash programmalar orqali majburiy emgakka selinadiganligini aytib, bu siyosatlar harbiy uslubdagi kasbiy tarbiyalash qatorliq majburiy usullarni qonunlashtirdi. Emgak kuchi yetkash hukumat siyosatining bir qismi bo'lib, nomrodlikdan qutulishni bahona qilib, Uyg'ur va boshqa asonliq millatlar va Tibetliklarning kultur kimligini majburiy qayta shakllantirishni maqsad qiladi. Emgak kuchi va o'rnini yetkash majburiy holda an'anaviy dehqonchilik yoki ko'chman turmushning o'rnini oladi. Ularni majburiy holda maoshliq emgak qilishga majburlaydigan joylarga ko'chiradi deb ko'rsatdi va natijada ularning tillari, tanlangan jamiyatlari, turmush usuli, kulturi va diniy urf-odatlari yo'qolib, tuyulgili bo'lmaydigan ziyon va yo'qotishlarga elib keladi deb ogohlantirdi. Ular yana majburiy emgak orqali ishlab chiqargan va 3-davlatlar orqali bevosita holda dunyoviy ta'minlash zanjiriga kiradigan tovarlarga qarata jiddiy andishalarini bildirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatı 22 yanvar kuni axborot e'lon qilib, Sharq Turkistondagi majburiy emgakka selishni o'z ichiga olgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishda uning manbasi bo'lgan Sharq Turkistonning ishg'oliyatidan iborat masalani hal qilishga chaqiriq qilib, mundaq dedi. 2026 yili 22 yanvar kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustaqil mutaxassislari Xitoy hukumatining Şinjan Uyğur Avtonom rayoni deb atalgan Sharq Turkiston va boshqa bir qancha joyda Uyg'ur, Tibet va boshqa millatlarni nishon qilgan davlat ijozat qilgan majburiy emgak sistemasini yo'lga qo'yganligi to'g'risida jiddiy ogohlantirish chiqardi. Mutaxassislar bu siyosatlarning majburiy xarakterining majburiy ko'chirish va qo'l qilishga barobar bo'lib, insoniyatga qarshi jinoyat deb qaralishi mumkinligini ta'kidladi. Bu ogohlantirish Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Inson huquqlari Osiyo ishxonasining Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida yakun chiqarganidan 3 yildan ko'proq vaqt o'tgandan keyin Amerika hukumati va 10 necha davlat parlamentlari Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiya xalqlariga qarshi elib berayotgan qirg'inchilikni rasmiy e'tirof qilib 5 yildan keyin keldi. Bu bayqashlar va qarorlarga qaramay hech qanday javobgarlik talab qilinmadi. Hech qanday jinoiy javobgarlik surishti qilinmadi. Hech qanday jinoyatchi javobgarlikka tortilmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining qarashicha, millionlab Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlar o'zliksiz nazorat ostida, jazolanish tahdidi ostida va xohlagancha tutib turish xavfi ostida, rad qilish yoki ayrilish imkoniyati bo'lmagan ahvolda emgakka majburlanadi. Xitoyning rasmiy planlash hujjatlarida Sharq Turkistonning 5 yillik planida 2021 yildan 2025 yilgacha 13.750.000 emgak kuchining yetkazilishi planlanganligi ko'rsatilgan. Mutaxassislar buning amaliy sondan texmi yuqori ekanligini ogohlantirdi. Tibetliklarga majburiy yuklangan parallel programmalar harbiy uslubdagi mashq, majburiy ko'chirish, an'anaviy turmushning vayron qilinishini o'z ichiga oladi. Bularning hammasi nomrodlikni azaytish degan bahona ostida elib berilyapti. 2026 yili mayda Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik harakati 12 yiliga qadam qo'ydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministrligining ministri Salih Xudoyor bu emgak siyosati yoki iqtisodiy programma emas, bir xalqni sistemli qul qilish bo'lib,
Davlat plani orqali elib berildi va qo'rqitish orqali majburiy yo'lga qo'yiladi. Millionlagan kishilar tutqun qilinish tahdidi ostida ishlashga majbur bo'lganda bu qulluq. Bu sukut qilish emas, balki xalqaro qonun bo'yicha jazolash talab qiladi dedi. Salih Xudoyor natijasi bo'lmagan e'tirof qilishning jinoyatlarning davomlashishiga yo'l qo'ydiganligini ogohlantirib, irqiy qirg'inchilikning e'tirof qilinishidan 5 yil, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ogohlantirishidan 3 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-mu, javobgarlik surishti qilinmag'achqa o'xshash jinoyatlar yanada sodir qilinyotidi. Jazosizlik Xitoyning eng chong qalqiniga aylandi dedi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtumin Ala Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislarining bayqashlarining xalqaro jamiyatning asosiy mag'lubiyatini namoyon qilganligini aytib, xalqimiz Xitoyning mustamlikachilik hukmronligi ostida qolgancha irqiy qirg'inchilik yoki qulluqdan qutula olmaydi. Sharqi Turkiston ishg'ol ostida turganda bu jinoyatlar davomlashadi. Mustamlikachilikdan qutulish va mustaqilligimizni qaytadan qo'lga keltirish ixtiyor emas, yashash uchun zaruriyatdir dedi. Sharqi Turkiston surgunda hukumati Birleşken Devletler Teşkilatı va xalqaro jamiyatni bayonot va dokladlardan olqib, xalqaro sudlarda sud echish, majburiy emgak orqali ishlangan tovarlarga savdo cheklami qo'yish, nishonliq jazo yo'lga qo'yish. Bu qirg'inchilik va majburiy emgakning asosiy sababi bo'lgan Xitoyning Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olishi va mustamlikachilik hukmronligi masalasini hal qilishga chaqirdi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtumin Ala Uyg'ur majburiy emgaki davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning bir parchasi dedi. Osiyo Tur xabarlari 23 yanvar kuni Sharqi Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtumin Ala Uyg'ur majburiy emgaki davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning bir parchasi dedi degan temada bir xabar e'lon qilib mundaq dedi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining prezidenti doktor Mamtumin Ala Xitoy Kompartiyasini qattiq ayblab, Uyg'urlarning qul qilinishining davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning bir qismi ekanligini aytib va buni zamonaviy tarixdagi eng og'ir axloqiy mag'lubiyatlarning biri deb atadi. U ijtimoiy axborot supsi X'da e'lon qilgan bir maqolasida tarixdagi eng qadimgi axloqiy xatoliklarning biri bo'lgan qulluqning Xitoy Kompartiyasi tarafidan Uyg'ur musulmonlarini sistemlik ishlatish orqali texmo qorong'u darajaga ko'tarilganligini, insonlarning hayotining dunyoning nazarida faqat foydalish vositasiga aylanganligini aytdi. Mamtumin Ala'nın so'ziga qaraganda majburiy emgak orqali elib kelingan azob-uqubatlar pul muomala ishlatishdan olqib shaxslarning izzat hurmati va insoniyligidan mahrum qiladigan cho'nqur axloqiy cho'kishga elib bordi. Prezident doktor Mamtumin Ala bu fojianing sistemada 3-chi bir qatnashuvchining, ya'ni dunyoviy iste'molchilarning paydo bo'lishi bilan texmo og'irlashayotganligini ta'kidladi. Doktor Mamtumin Ala dunyoviylashishning keng ko'lamlik iste'molchilar bazasini, shundaqla quldarlar, Xitoy doiralari va savdo egalari, shundaqla qul qilingan Uyg'ur xalqining o'zlarining Uyg'ur majburiy emgakiga munosabatlik mahsulotlardan foydalanishiga sharoit hozirlanganligini o'ttirg'a qo'ydi. U maqolasida nurg'ulg'an iste'molchilar o'zlari setib olgan mahsulotlarning qul emgaki bilan bulg'anganligini biladi. Ammo ular beparvo, buni to'sish uchun hech nima qilmaydi dedi. U bu beparvolikning intayin andishi beradiganligini tasvirlab, bu harakat faqat qurbonlarning ko'pligi bilan emas, balki iste'molchilarning keng ko'lamda angliqligi va axloqiy beparvolik bilan ifodalangan. Misli ko'rilgan ko'lamdagi dunyoviy qulluq harakatining maxfiy qo'llovchilari va sheriklariga aylanganligini ogohlantirdi. U yana bugungi kunda qulluqning davomlashayotganligini, faqat uni yo'lga qo'yganlarning ochko'zligi va rahimsizligi sababidan emas, balki dunyo miqyosidagi iste'molchilarning jimjit ma'qulligi va qo'llash sababidan davomlashayotganligini tilga olib, qul egalari qanchalik ochko'z bo'lishidan qat'iy nazar, iste'molchilarning bu shaytoniy savdoga o'z ixtiyori bilan sherik ekanligini biladi dedi. Darvaqa bu muqaddas jihodimizga birdan-bir qarg'a keladigan qurolimiz umumyuzlik, hamdardlik, g'oyadosh bo'lishdan maydonga kelgan birlik ittifoqimiz bo'lgan edi xolos. Bizlar uzun zamonlardan tortib insoniy marhamat va fazilatlardan mahrum holatda vahshiylarcha boshqurish ostida ezilib keldik. Agar biz asrlikning asorati tufayli qon tomirlarimizga qadar singib ketgan tafriqchilik xohishini, manfaatvozlik zaharlarini umumyuzlik holda qarindoshlik to'g'risi bilan vujudimizdan talto'kis tozalab chiqarib etmasak, hammamiz bir gavda bo'lib, haqiqiy birlik asosida hoshimizni tepishga jiddiy tutish qilmasak, oqibatimizning xayrlik bo'lishi qandoqmi mumkin bo'lsin? Shu aniqki, Sharq Turkiston xalqining ziyinimi, manfaatlarimi bir nuqtada. Mamlakatning bir parchasiga foyda yoki ziyon yetsa, buning ta'siri bir butun davlatga teng yetadi. Shunga har bir shahar va viloyatning ish va nupuz egalari
ko'zi to'ymaganni oz deb nupuzga aldanib manmanlik, nafsoniyatchilik qilmasligi, o'ttirga xatarlik bo'lgan ittifoqsizlik uruqini chachmasliklari lozim. Chunki hammamizning o'rtaq manfaati buni taqozo qiladi. Agar butkul Sharq Turkiston mamlakati birlik ittifoqlikqa kelolmay, parcha-parcha ushoq bagliklarning shakliga kirib qolsa, o'ttirimizda nifaq va shaxsiy ixtilof ofatlari kuchaydi. Natijada bir-birimizning ziyiniga ko'z tikib, o'z putimizga o'zimiz palti chapamiz. Hamma tang barbod bo'lganda pushaymon hargiz foyda bermaydi. Biz birlikka keladiganlar bo'lsak, ziyon bizga hech bir yerdan yuzlanolmaydi. Ixtiloflashib o'tirsak, orqasidan umumyuzlik xaroblik, dahshatlik falokat agishib keladi. Birimizning boshiga kelgan xatar yana birimizni ayab qo'ymaydi. Nima qilishimiz kerakligi aniq. Ya umumyuzlik ittifoqlashib birlik bo'lamiz, yoki umumyuzlik xaroblikqa yuz tutib tugaymiz. İkisidan boshqa yo'l yo'q. Navoda biz vatanimizning ikkinchi qatimmo dahshatlik oyoq ostida bo'lishini, avvalqadimmo battar qulluqlikda vayron bo'lishini, tengirqishini orzu talab qilib olmagan bo'lsak, u chaqda bizga kerakligi faqatla birlik, ittifoqlikdir. Chunki ittifoqlashish farz. Yana kelib chin ko'ngil bilan qilingan ittifoq. Manba Erkin Turkiston gazeti 1933-yili 29-noyabr 15-son Kaşıgar. Uyg'urchaga ag'dirg'ichi Borhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.